4-5 kun oldin bir post qo'yuvdik. BYD Champion 30 ming yurgan mashinani reduktori ichi chochilib ketgan, $2000 a'zo bo'ladi bir post qo'yuvdik. O'sha postda Hoji bir ukamiz bor, Electrical LTS mashina olib kelib sotadi Xitoydan. Servisi ham bor o'zini. Kecha choyxonamiz bo'lib qoldi, birga choyxonada o'tiramiz. Aytib qoldi, aka dedi, "Men shu dedi Championni ko'rdim-da" dedi, "nomerdan tanib qolibdi-da. Yomon dedi, egasi dilimni og'rituvdi mana shu odam. Mana Alloh borda baribir" dedi. "Nima bo'ladi?" desam, xullas Hoji ham bir video qo'ygan ekanda, iloji bo'lsa mana shu BYDlarni, elektrlarni moyini bir 10 mingdan almashtirib qo'yiladi deb video qo'ygan ekan. O'sha odam imini Hojini oldiga kelib, "Ukam 10 mingdan emas, 50 mingdan almashtirish kerak mashinani moyini. Birovni haqqidan qo'rqinglar, noto'g'ri qolsalar" deb xullas ko'p gaplarni gapirib, dilini og'ritib ketgan ekanda. Keyin imini o'sha odamda reduktori ketib qoldi-da, hamma yoqdan so'rab surishtirgan. Xullas $2000 eng arzon topdim degan joy shu o'zimizda so'yilgan mashinalarniki bu. Xitoydan olib keltirsa, vaqti $3000 ga aylanib ketadi. Akalar, o'shaning uchun biz o'zimizni straxovkamizni olib 10 mingdan deb qo'yamiz. Agar 30 mingdan 40 mingdan almashtiringlar desa, agar reduktoringiz ketib qolsa, bizga kelasizlar. Sen 30 ming yo 40 mingda degding-ku, o'sha sening gapingga ishonib yuruvdik, mana reduktor ketib qoldi degan gap so'zda ko'paygan. O'shaning uchun tinchgina straxovkamizni olib 10 mingda imini moyini bizada almashtirish nimasi yo'q, majburiyati yo'q. Xohlagan joyingizda hozir BYD servisda ko'payib ketgan. Moy almashtirish juda ham oddiy ish. Xohlagan joyingizda almashtirsangiz bo'ladi. Bitta moy almashtirish misol uchun Sonpluslarga 300 ming so'm. Moyda o'zi bir 150 ming, 200 ming bo'lgan taqdirda ham 100 ming, 150 ming plyus qoladi bizga. Agar bizani Sergeli Index uzoqlik qilayotgan bo'lsa, mana bu yoqda laka kraskada ham joyimiz bor. Bu laka kraska, Yasmotras, mana bu yoqda avtobitsim bor, Uzgazoil zapravka bor. Mana shu Uzgazoil zapravkaning ichida bizani BYD servis sentrimiz bor. Shaharga yaqin yoki bo'lmasa shu Indexda, ichkarida ham polniy hamma uslugalar bo'ladi. Misol uchun mana chazor sal urilib kelgan, buni ham remont qilib beriladi bu yoqda. Bu yoqda Kia bor, misol uchun kassapra xizmatlari ham bor, ya'ni demoqchiman. Shu urilgan, turtilgan Trailblazer bor, bu yoqda Champion, BYD. Xullas akalar, hissadan hissa shuki, birovda dilini og'ritish yaxshi emas. O'shaning uchun hamma o'zini bilgan ishini qilaversin. Biz shu mashina sohasini ichidamizmi? Biz bilamiz. Misol uchun Xitoyliklar Championni olaylik yoki Sonplus'i 500 km yo 605 km yuradi deydi. Nimaga yurmaydi mana shu probegda? Chunki to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun Xitoyliklar hamma gapiga ham ishonib bo'lavermaydi. Misol uchun 50 ming dedimi, 10 mingdan almashtirib qo'ying, keyin har 20 mingda almashtirib qo'yavering. Agar lisenziya gibridli mashina bo'layotgan bo'lsa, birinchisi 3 ming, keyin har 7 mingda faqatgina Xevdikni almashtirib qo'yaverasiz. Agar servisning uslugiga xizmatlar kerak bo'layotgan bo'lsa, Laka Kraska yoki Index, agar bizdan ko'nglingiz to'lmasa, bu joyda servisni almashtirib ishingizni bitkazib ketsangiz bo'laveradi.